Diqqat futbol muxlislari uchun tezkor xabar. Vinicius mavsumni qayerda boshlashi hal bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Eng so'nggi yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga like va obuna tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Realning braziliyalik hujumchisi Vinicius Juniorning kelajagi ancha paytgacha mavhum bo'lib turdi. Saudiya Arabistoni klublari bu yulduz uchun tikkan summa o'yinchini ham o'ylantirib qo'ygan edi. Viniciusga shayxlar taklif qilgan maosh miqdori uni Real bilan shartnomani yangilash bo'yicha muzokaralarga ham ta'sir qilib, kelishuv cho'zilib ketdi. Marca nashri jurnalisti Jose Felix Diazning ma'lum qilishicha, bu masala o'z yechimini topdi. Manbaga ko'ra, Vinicius qirollik klubi bilan yangi shartnoma imzo chekib bo'ldi. Klub bu haqda klublar o'rtasidagi jahon chempionatidan keyin rasman e'lon qiladi. 24 yoshli qanot hujumchisining avvalgi shartnomasi 2027-yilning 30-iyunigacha davom etishi belgilangan edi. Madridliklar o'z yetakchisini qo'ldan chiqarmaslik uchun hamkorlikni 2030-yilning yarmigacha uzaytirdi.